Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun xudo xolasa har xil turdagi traktorlarga diskoy varanalarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu diskoy varanalarimiz navisnoy katoklik, prisipnoy katoklik variantlari bor. 4 xil, 5 xil variantlari bor. Zaxvatlari 1-2 dan boshlanadi, to 4 metrgacha bo'ladi. Bizda naqd pul, pul ko'chirish va pritsisklinaga sotib olsanglar ham bo'ladi. Endi qisqacha diskoy varanalarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu navisnoy 3 metrlik diskoy varana bo'ladi, 28 ta diskasi bo'ladi, 2 xil diska bilan jihozlangan bo'ladi. Bu 93 dan teba traktor uchun mo'ljallangan va mana bu yoqda 4 metrlik o'rtasida silindr bilan jihozlangan prisipnoy variantdagi diskoy varanamiz. Buni zo'r tarafi 66 dyuym diskasi bo'ladi. 120 dan teba traktorlar uchun zo'r tushadi. Va yonida mana 3 metrlik diskoy varanamiz. Farqi buni diskasi sal kichkina bo'ladi, 56 dyuym bo'ladi. Bu ham prisipnoy, boshqa ramasi boshqa joyi bir xil bo'ladi. Og'irliklari 1 tonna 480 kg. Mana 950 traktorlari 2,5 metr zaxvatda navisnoy diskoy varanamiz. Diskasi 56 dyuym bo'ladi. Bu navisnoy bo'ladi. Mana 2 xil diska bilan jihozlangan bo'ladi. Bu yoqda alama pliklarimiz bor, qiziqadiganlar bo'lsa. Orqada 3 metrdan 7 metrlik zaxvatlik navisnoy diskoy varanamiz. Bittasi mana bunda 2 xil diska bilan jihozlangan, 56 va 46 dyuymli diskalar bilan jihozlangan diskoy varanalarimiz mavjud. Va bu bitta qolgan, bu zo'r variant 3 metrlik zaxvat olib keladi. Buni diskalari bitta diskaga bitta rama tushgan, mana qarang, mana bitta diskaga bitta rama tushgan. Bu juda baquvvat, narxi ham zo'r, katogi bor. TD5 traktorlariga zo'r tushyapti bu hozirgi kunda. 160 teba traktorlar bemalol ko'tarib oladi. Navisnoy holatda. Bunaqa katta ham xunuk bo'lib turmaydi. Orqasida chiroyligina katta zaxvat olib ketadigan diskoy varanamiz. Buni 2 xil diskasi va orqasida katogi bo'ladi. Endi buni ko'rsataman. 3 metrlik prisipnoy varianti o'ta silindrli bo'ladi. 120 teba traktorlar saqlanadi. Mana bu o'zida yeri tekislab ketadi. Aytaylik, bug'doydan keyin o'rimga yer bo'lsa, shunday tushadi, shunday tekislab keyin nasib ketsa bo'ladi. Buni mana prisipnoy variantda 126 dan teba traktorlar ko'tarib ishlata oladi. Mana birinchi qatorida 56 dyuymli diska bilan jihozlangan bo'ladi. Undan keyin xuddi shu razmerda tekis diska bilan jihozlangan va undan keyin o'rtada mana ballonlari va lazerni, ya'ni lazerni sranjировщики mana nima kapchasi tegdimi, sira tekislaydigan qismi va undan keyin mana chizildi tishlarga o'xshagan yerda yumshatib ketadigan va tekislab ketadigan mana katoglari mavjud. Pastda nomerlar qo'yamiz. Videoni boshida aytganimizdek, bo'lib to'lash, naqd pul ko'chirish orqali sotib olsanglar bo'ladi. Dastavkalarimiz bor. Pastda nomerlar qo'yamiz, aloqaga chiqinglar.